Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Men har xil tashandiq binolarga borib, nimaga aynan u joyda tashandiq bo'lib qolganiga aniqlik kiritaman. Va bizga murojaat qiluvchilar aytishi bo'yicha, u yerlarda har xil paranormal hodisalar bo'lar ekan. Ya'ni jinlar, shaytonlar va yana boshqa qo'rqinchli narsalar. Va qani ko'ramiz. Rostdan ham bu tashandiq binoda nimadir bormi? Bu videoda biz mana shu tashandiq klubidagi Damovoyni chaqirib ko'ramiz. Damovoy, bu joy seni uyingmi? O'zingni ko'rsat. Damovoy bu uy jini. Damovoylar ikki turga bo'linadi, yaxshi va yomon. Yomon damovoylar siz kechqurun uxlayotganingizda sizni qo'rqitadi va uydan har xil ovozlar eshittirib, odam ichiga vasvasa soladi. Damovoy bu jin. U yomon. Kerak emas, u juda qo'rqinchli narsa. Sizlar u jinlardan uzoqroq turishingiz kerak. Sizlar ko'rib turgan mana shu video bu haftadagi ikkinchi videoyimiz. O'rtoqlar, biz haftasiga kamida 2-3 ta video chiqaramiz va yana xuddi oldingidek ko'proq video qilishga qaytamiz. Va bilasizlar o'rtoqlar, kimdir ko'p ish qilayotgan paytda unga motivatsiya kerak bo'ladi. Va hozir menga ham sizlar tomonidan motivatsiya kerak. Ya'ni obunalar, layklar bu men uchun juda ham muhim. Chunki o'rtoqlar, haftasiga 2 ta video chiqarish sizlar o'ylaganchalik oson emas. Mana uxlamasdan montaj qilamiz, qanaqadir ventilatorlar, nimadirlar, ya'ni bor narsadan foydalanib. Chunki men bilaman, mana obunachilarim meni videolarni yaxshi ko'rib ko'rishadi va shuning uchun ham men uxlamasdan bo'lsa ham kontent qilamiz. Va albatta o'rtoqlar, buni evaziga sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hozirroq pastga tushinglar va obuna bo'lish knopkasini bosinglar. Bu unaqa qiyin narsa emas, lekin sizlar mana shu oddiy ishni qilgan holda meni maqsadimga yetishingiz mumkin. Va hammanglarning bo'lmasa video boshlandi. Va ana nima bo'lsa o'rtoqlar, biz mana shu tashandiq klubga kiramiz. Eng qizig'i hozir bu polni o'ti, qara. Bu o'tga ilon-pilon kirib ketgan bo'lsa-chi, va butilkadan tushunish mumkinki, bu qanaqa eski joy. Ammo eski magnitofon anaqasiga nechiga. Hammalar bo'lsa sekin kiramiz. Eng qizig'i o'rtoqlar, esingizda bo'lsa, biz mana shu yerga rovni 2 yil oldin kirganmiz. Va o'sha paytda biz Damovoy bor yoki yo'qligini sinab ko'rish uchun kelganmiz. Chunki bizga obunachilarimiz aynan mana shu klubani rasmini tashlab, shu yerda Damovoy bor, shu uchun ham bu uy bir asrdan beri hech kim yashamaydi deyishgandi. Va biz o'sha paytda Damovoy bor yoki yo'qligini internetda ko'rsatilgan usul bo'yicha sinab ko'rganimizda, u bor deb ko'rsatgandi. Endi rostdan ham bormi yo'qmi bilmayman, lekin u usulda bor deb ko'rsatilgan edi. Va agarda rostdan mana shu tashandiq klubani ichida Damovoy bo'lsa, demak hozir biz qiladigan top 3 ta qo'rqinchli eksperiment buni jahon chiqarishi mumkin. Baf, va o'ylash bo'yicha o'rtoqlar, sizlar qanaqa mavzu bo'layotganini tushundinglar va endi bo'lmasam biz mana shu klubga kiramiz. Eng qiziq, qara, kirgandan riskant buzilib ketgan. Bilmasdan bu haftasidan ket, ehtiyotli ham ko'ta olinglar va momentda bor, tegibdi podol, uy diqqatlar ekan. Hop, bu yoqqa o'tamiz. O, mana buni qarang. Qush uyasi ham bor dashboardda. Va bu rostdan tashandiq bino degani. O, mana pechka. Mana pechka. Chunki o'rtoq o'zimcha Damovoy degani internetga vasili ko'rasizlar. Men juda ham ko'p qidirganman internetda buni haqida. Har doim pechka tegidan yoki pechkaning ichidan chiqib keladi deyilgan. Nimani o'zi? Bila. Okey. Pechkajon, shu yerdamisan? Va hammalarning nima bo'lsa, Damovoy chaqiradigan usullarni birin-ketin tekshirib ko'ramiz. Va mana shu xona normal o'ziga kerak, sanab ko'rishgan. Keng va yonimizda pechka ham bor. Pechka joyidan Damovoy chiqib kelsa, to'g'risi ham hazil qilishga harakat qilaman. No, qo'rquvam bor. Hammalar bo'lsa, mana endi birinchi usul sanab ko'ramiz. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar, birinchi usul sinab ko'ramiz va bu usul uchun bizga buli ko'rchi buli chot tepamiz. Voy buli! Yuzim olma o'tdi, ko'rding? Voyini ham yo'q tinchiydi o'rtoqlar, bitada ham yo'q shu qilib hammaylar. Va birinchi usul uchun bizga non, idish, suv va choy kerak bo'ladi o'rtoqlar. No hammaylar o'rtoqlarim, qarorchi hozir biz birinchi choy tanlaymiz. Mana bu kurshkaga undan oldiga non qo'yamiz. Ya'ni suv va non berib, hamma choylarimizni o'chiramizda. Damovoy, biz senga shu narsani olib keldik, uni qabul qil deyishimiz kerak ekan. Va shunda u chep olib ketar ekan. Internet yozilishi bo'yicha. Aslida shunaqa emas, hozir tekshirib ko'ramiz. O'xshashi qiyin, конечно, lekin hammaylar. Boshlashga xuddi o'sha bokalni qo'yamiz, choy solamiz. Voy, ko'rishib qolay ezvordi, lekin biram yuzimga qarab kelib keyin ketib qoladi. Va xush paytda esimga tushib qoldi o'rtoqlar. Meni yoshligimda Damovoy deb sinfdoshlarim juda qattiq qo'rqitardi. Endi men rusumda o'qiganman, 1-4 sinfgacha. O'sha paytda sinfdoshlarim tipi Damovoy keladi, nimadir qiladi deyishganga ishonganman-da. Uyda bitta o'zim qolishga qo'rqaman. Vot mana sizlar ham Damovoy kelib qo'rqitadi deb kimsalar qo'rqitganmi? Qo'rqitgan bo'lsa, davayt kommentga bu haqida yozib qoldiringlar. Va men esa choyimni ocholdim. Endi buni sog'lamiz idishga. Hoppa, Damovoy uchun choy. Va choy soldim, men endi gazli suvga choy damlab beramiz. Chunki gazli suv yoqar ekan, amal. Qatan o'z chiqadi. Ha? Hoppa, lekin choy erimayapti.
Hop, ana choy rangi chiqyapti endi. Hop, ana. Va mana choy va mana non. Va aytgancha, xuddi shu agar siz nonni isrof qilib yozmoqchi bo'lsangiz, to'xtang. Chunki bu nonni biz paket bilan qo'yamiz. Agar yeyilmasa suyunib olib ketaman. Hammaylar va endi o'rtalar bu suv va nonni mana shu pechkani oldiga qo'yib qo'ydim mana. Mana nonni ochib qo'ydim va ana endi bo'lmasa chiroqlarni o'chirib, o'sha internet yozilgan gaplarni eshitishimiz kerak. Bля! O'rtalar просто vaziyat tushunishlik uchun mana shu kulbacha moshina yo'l oldida, ya'ni moshina yo'ldan traktorlar haqida moshinalar ovoziga o'tkarish. Hammaylar bo'lmasam bu chirog'i eng pastga qo'y, ya'ni qorong'uroq qilib turib olishimiz kerak. Eng pastdan va ana endi bo'lmasam o'rtalar biz maksimal hamma nurlarni yo'qotdik va ana endi bo'lmasam biz xonani bu burchagiga o'tamizda va ana endi bo'lmasam o'sha internet yozilgan gaplarni aytamiz. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. O'rtalar samolyot uchgan ovoz eshitilyapti. Qamayli, yana bir marta aytaman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Va 3-marta kutamiz просто. Damovoy, bu sani uying, ko'ringani kel. Bile sani soying ekan. Anta qimillab qolib turibdimi? Hammalar o'rtalar yana 2 marta aytib ko'raman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Sergim eshitdim. Qanday butilkalarni sindirayotgan ovoz eshitilyapti. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Bu o'ylashim bo'yicha o'rtalar internetda o'sha aytilgan gaplarni aytdik. Telefonimni stop bosdim. Qani? Uy, bile pechka. Fondanlar yoqib chiqqan ko'raylik. Nimadir o'zgartdimi? Men choy o'zini olganda, choy sal kamaygan demasmi? Ha. Kamaygan deymi yoki kamayganda shunaqa tuyulyapti hozir bizga? Yo'q, hop, xuddi shu payt o'rtalar. Boya biz choy qilganmizni videoga olgandik va o'jon sizlar ham ko'rdinglar. Va mana hozir choy o'zini olgin. Oh, Mammichi, stop. Yo, men boya paket ochganda shunaqa qo'rdimmi? Men non yeyman. Mamning qo'limizmi qoldi. Hademay men qilgan bo'lishim mumkin, ha? Da. Yo, qaranglar. Hozir menimcha, mana nonni endi men joyini boy o'zim tepib qo'ydim, lekin mametini agar boy men qilmagan bo'lsam, no, o'sha uchun olsa bo'ladi, lekin choy ham qayerdir kamayib qolgandek. Sizga ham shoq tuyulmayaptimi? Bila, har doim mana shuga kelsa nimadir bo'ladi, to'g'riki? Mana shu kulba tashlandi. Просто tushunishlik uchun o'rtoqlar bitta uy, butun bir shahar o'rtasida kulbacha bir asrdan beri bekordan tashlandi bu qolmaydi. Kimdir olib qayta bu yoqdan nimadir qursa ham bo'ladi. Masalan, yonda qanaqa lager bor bu yerda. Masalan, dam olish maskani, men bilmayman, Balinsa o'shaqa bor. Bu yerda ham yer katta. 1-2 etaj yashashga dom nimadir qilishyapti-ku. Shuni qilsa bo'ladi bu yerda ham. Lekin nimaga aynan mana shu kulbaga bir asrdan hech kim tegmayapti degan savolga mana ko'pchilik obunachilarim mana shu yerda qanaqa qo'rqinchli narsa bor. Ayniqsa damoviy bor deb shu kulbaga chaqirishganda. Va biz bu yoqqa kelib qotgan birinchi eksperimentimiz endi menimcha meni qo'lizim deb o'ylaymiz. Lekin choy kamayganini bilmadim nimaga. No qaysi tomonda hozir o'xshatgandek bo'lyapti endi. Choyni ichib ko'ring. Choy ichib ko'rsam chunki damoviy kirib olib, chuppa. Bila, ana endi ikkinchisini qilishiga qo'rqib qoldim. Hammalar o'rtoqlar birinchi usul sanab ko'rdik. Ana endi boshqa xonaga chiqib ikkinchi usul sanab ko'ramiz. To'g'rimi? So'zim? Rahmat. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz o'sha ikkinchi usul sanab ko'ramiz va bu usul nisbatan qo'rqinchliroq. Chunki men bu yerda tipa uxlayotgan deb yotishim kerak ekan. Va yonida tuz va aynan qora non yozildi. Internetda qora non yozilgan ekan. Va xuddi shu qora nonni oldik. Tuzni ochib qo'yib, qora nonni ochib qo'yib, tipa yotaman-da. Damovoy men uxlayman degandan keyin tipa uxlayotgan odam oldiga kelib turib, u nimadir qilar ekan. Va men tashlab ketgan narsam yer ekan. No, internetda shunaqa yozilgan. Va biz buni sanab ko'ramiz. Chunki rost bo'lsa rost, yolg'on bo'lsa yolg'onni isbotlashimiz kerak. Hammaylar boshlanishiga mana bu lattani ochib olamiz. Ishqilib men yotishimga yetsin. Chunki men mana bu kir joyda va bir asrlab tashlanib bo'lgan kulbada yotmoqchi emasman. Va bu, bila, qanaqasiga yotaman bunga? Hop, bo'lmasa buni chizib olamiz. Va endi bo'lmasa o'rtalar buni naqib ochib olamiz va bunga men sig'ib yotishim kerak. Qanaqasi bunga sig'aman, topshirdi. Biz bunday katta narsa olmaymiz. Va o'rtoqlar, men mana shunaqa yotishga harakat qilaman. Va shuni o'ylashim bo'yicha, yotgan, ya'ni yotish kerak deganda men yotdim. Ya'ni prinsipga to'g'ri keladi. Hammalar endi bo'lmasa turib, mana bu tuzni ochib olamiz. Okey, mana tuzni ochib oldik. Tuzni men mana shu yonginamga qo'yaman. Yig'ilib ketib, yuzimiz ustiga yig'ilib tushmasa bo'ldi. Va u nonni ham ocha olamiz. Va aytgancha o'rtoqlar, yana bir marta aytib o'taylik, non isrof bo'lmaydi. Ya'ni nonni oxirida olib ketamiz. Agarda damoviy yeb qo'ymasa. Va mametdan nonni ham, qora nonlarni ham kimni qo'yib qo'yamiz, ana tuz ichiga ham solib qo'yamiz mana. Yoqimli ishtaha bo'lmasam. Uy, bulut. Eshikda как будто kim turgandek ko'rinadi. Lekin ko'zimga chiroq o'xshab olib qo'ydim o'sha. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar, bu xonada men bitta o'zim qolishim kerak. Ya'ni hozir bolalar o'sha bu xonadan chiqib o'zlaridan so'mka qilib turadi va men esa mana shu narsalar bilan birga qolib, tip o'zim uxlayotgandan tutib, lekin uxlashimdan oldin damoviy men uxlayapman va sanga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket deyishim kerak ekan. Va agarda rostdan agar nimadir ovoz eshitilsa, nimadir o'sha yugurib kelinglar, hop. Bilet nima bu? Nima yotmayman endi? Traktormi? Traktor suv yugurib kelsa, yoki nima bu qanaqadir anaqami elektr arami, benzopilami? Cho'chqa boshqadan kelsa. Hamma bo'ldi. Tezroq o'g'irlik cho'tdi. Xo'sh, bo'lmasam yotdim-man va endi o'sha aytish kerak bo'lgan gaplarni aytaman. Damovoy, men uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim, bularni olib ket. Damovoy, men uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim, bularni olib ket. Damovoy, men uxlayapman, senga narsa olib keldim, sovg'ani olib ket. Va endi bo'lmasam prosta ko'zimni yumib yotishim kerak. 5 minut yotaman, agar nimadir o'z ishdan turib ketaman, to'g'risi.
Bila ko'rib turibman-ku. Bila o'zim oyog'im. Oy, bila. Qaysi biring? Mammas. Ilon. Ya, bilat hazillashma. Mama ovoz kim? Sen mama toshmi nima uchib keldi? Nimadir otlaring? Yo'q. Yo, bilmas, seriyozmi? Anta qo'rqib o'tiribman mana bitta nima hazil qilmalaring. Menga eshitilmadi. Ko'rmadingizmi? Bitta tosh uchib keldi-yu. Bila hazillashmang, jinning. Men hamma o'rtalar, qarashib yotdim. Bilmayman, sizlar ko'rib turibsizlar. Agarda bola hazillashgan bo'lsa, demak yo'q. Agar bola hazillashgan rostdan qadam tosh tushib kelgan bo'lsa, demak yo'q. Rahmat, endi prosta endi 3-sinab ko'rish turiga o'tamiz va bu sinab ko'rishim biza mana shu tashlandiq kulbani podolga uchishimiz kerak ekan. Va endi bo'lmasa o'rtalar biz mana shu kulbani podolga uchamiz. Qo'limda bu usul sinab ko'rishim kerak narsalar. Momentda hisob olishimiz kerak. Bila har xil ovoz eshitiladi. Hamma podolga kiramiz. Keling. Ehtiyot bo'laylik lekin podolda, xo'p? Chunki podol deysiz bo'lsa hamma yoki kuchi yoki ilon bo'lishi mumkin. Hop, kiryapmiz. Kirili, tez kirili. Uy, ay, bilet, pavklaniga. Men oyoq kiyimim qarab chirib ketganini ko'rasam. Chirib ketganini ko'rasizlar o'rtoqlar. Va momentum sekretlar rasmi. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Ha? Va hamma o'rtoqlar ozmaslikka fonga chiroq qo'yib qo'yman-da. Va endi mana shu yerda biz eng oxirgi, ya'ni eng qo'rqinchisini sanab ko'ramiz. Eng qizg'anti potoli ham xonasi bor edi. Yoqqa hozir oxirida o'taylik, hozir o'tmaylik. Chunki nimadir chiqib qolsa keyin kelishga to'g'ri keladi. Oldin sanab ko'raylik. Va bu 3-usul sanab ko'rish uchun bizga mana shu sham, ruchka, qog'oz va non kerak bo'lar ekan. Boshlanishga qog'ozga biz 3 marta damoviy deb yozib olishimiz kerak ekan. Va endi bo'lsa o'rtoqlar, men 3 marta damoviy deb yozib bo'ldim va bu qog'ozni qo'yaman va oldiga biz mana shu ya'ni yonmagan sham o'zni qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Chunki tipa, qarchi odam nimadir ishlar qilib, damoviy chaqirib, sham o'chirib, qorong'ida o'tirgandek bo'lish kerak ekan. Internet yozish bo'yicha. Va undan keyin esa bizga non kerak bo'ladi va nonni ham oldiga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Nima o'ylashim bo'yicha biz o'sha internet oldiga hammasini qildik. Ana endi bo'lmasam maqsadni o'ldirishimiz kerak. Va endi buni o'zini yolg'iz qoldirib ketishimiz kerak ekan. Shunda non va qog'ozga nimadir bo'lgan bo'lish kerak. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz hozir 3 marta shu internet yozilgan, ya'ni damoviy chaqiradigan gapni aytamizda, keyin ana boshqa xonaga o'tamiz. Va hozir endi bu o'qishni men sanab ko'ramiz, lekin nonni o'sha internet yozilgan gap aytishim kerak. Damovoy, bu joy sani uyingmi? O'zingni ko'rsat. Damovoy, bu joy sani uyingmi? O'zingni ko'rsat. Damovoy, bu joy sani uyingmi? O'zingni ko'rsat. Xo'p, ana endi sekin chiroqni olamiz. Ket bo'l. Mana xonaga kirishimiz kerak. Uy, bila, bu yerda kimdir yashagan to'chni. Uy, bila, bu yerda rostdan kimdir yashagan ishoninglar. Ko'ratam, pavklan hamma yog'imiz. Aynan mana shunaqa joylarda 100% damoviy bo'lishi mumkin-da, ishoninglar. Va ana endi bo'lsa mana shu yerda o'tirishimiz kerak. Uy, qara hamma yoq pavklan. Va ana endi o'rtoqlar prosta kutishimiz kerak xolos. Va ana endi o'rtoqlar prosta qarab ko'ramiz. Ha? Qaysi birini qildilaring? Nima? Men to'shdan davom qilganini ishonmayman. Mana buni kim qildi? Ni qanday sasi qidam chiqibdi o'tdi. Ha, eski chollarning hidi bor-ku. Lekin yoki men turbadan ketdim. Men turbani kim bu yoqqa qo'ydi? Sizlar qo'ymadinglarmi? Sizlar qo'ymasanglar kim qo'yadi? Birga ketdik-ku hammamiz. Ya hazillashmaydi, jinnimsizlar? Aynan shu damoviy degan yozuv ustidan X o'tiribdi-da, ma'mi ham. Hozir bunga tegishga ham qo'rqaman. Yo, qara, rostdan qilmadinglarmi? Yo'q. Ya, o'rtoqlar, bu o'sha sog'lom. Voy! Momentda prosta ko'zim oldida o'rgimchak YouTube'da o'rgimchak ko'rindi ko'zim. Shu uchun sal bu yoqqa o'talik. Lekin mana buni sizlar to'shna qilgansizlar. San qildingmi? Maqsud? Yo'q. Sardor? Yo'q. Ketdik. Prosta ketdik. San ham bu ham qilmagan bo'lsa, hozir momentda agar rostdan mabodo o'sha damoviy deb qilgan narsa bo'lsa, biz hozir bunga tegishi o'zi jinnilik-ku. Ishonsalarmi? Agar hozir qilgan bo'lsa, aytlaring. Prosta hozir biz rost damoviy qilgan va agar o'laydigan bo'lsak, demak bu yerda damoviy bor deb bo'lib chiqadi-yu. Mana bu yerda qanaqadir yana ovozlar. Qarchi o'rtalar, men prosta keting, chunki men buni qara ovozni eshitdingda. Nima ovoz bu? Как будто qayerqadir raketa o'qilayotganga o'xshaydi. Bu yoqqa poyezd yo'li bor, nima bu? Вообще-то-da. Hozir tez narsani olib prosta surish kerak. Sumkalarni ol, Maqsudda aytir, sumkalarni ol. Da, tez, Maqsudjon. Hamma chirog'im sor. Ha, bo'lma, qo'limga turadi. Paketimizni olib bo'ldi, musulmon qolsin. Prosta surdik. Mana bu yerda nonlarni ham yig'ishtirish kerak. Qaysi biring qilding? Yilganmi? Mushuk pushkiga yeb ketdim. Biz hozir chiqdik deyapman. Bildim. Barchalar birga chiqdimi? Biz ketayotgan ishni yana qaysidan qilmadingmi? Yo'q, men yemasdim lekin bu narsani. Hech kim yegan deyapti, lekin как будто o'rtalib tishlangan, keyin tishlab, kalamush yegan deymizmi? Shunaqa fikrda piyodan ketish kerak tezroq. O'rtoqlar, nonga ham tegmadim. Agar rostdan kalamush bo'lsa, kalamush yesin. Damoviy, kim yesa yesin. Men prosta tegmayman bu narsaga. Prosta surish kerak, o'rtoqlar. No, qarshi nima bo'lsa ham bilmadim, lekin voy, bilib, tez ketdik. Qarshi o'rtoqlar, prosta surish kerak va sizlar like bosinglar, chunki o'sha bu yoqni biz 100 so'mga qo'yamiz, chunki momentdan chiqib qochamiz. Chunki bu kulbaga o'zi hech kim kirishmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, biz aynan sizlar uchun mana bunaqa tashlandiq brasletni qo'yib ketgan kulbada video oldik va Ovoz eshitdingiz.
Va katta fozlar bilan o'rtoqlar. Rostdan mana obunachilarim aytganidek, bu haqiqatan damoy bordi. Shu uchun birga ketamiz. Aslida esa albatta like bosib, Omonxon kanaliga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar, chunki yaqinda уже 1,5 million bo'lamiz. Tezroq 2 million bo'lishimiz kerak.